Marhaban bikum. Tezlashtirilgan arab tili darslarimizning navbatdagi soni. Bugun sizlar bilan talaffuzda so'zlarga vav harfi va ya harfini qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Demak, buning qoidasi mana bunday yumshoq h harfi so'zning oxirida kelsa va buning harakati domma bo'lsa, undan oldingi harfning harakati ham domma bo'lsa, bu joyda biz talaffuzda vav qo'shamiz. Vav qo'shib o'qiymiz. Hukmuhu emas, hukmuhu deya talaffuz qilamiz. Biz vav harfini o'tayotgan vaqtimizda vav harfini o'zbek tilidagi uga talaffuz jihatidan yaqin deb aytgan edik. Demak, o'zbek tilidagi v emas, balki arab tilida v. Mana shu v ni qo'shamiz. V ni hukmuhu deb o'qisak noto'g'ri bo'ladi. Hukmuhu deb balki mana bu yerga domma bitta qo'shganday bo'ladi. Mana bu dommadan bir dona qo'shganday bo'ladi. Buni qoidasi mana bunday. Demak, mana bu h harfi so'zning oxirida kelyapti. Uning harakati domma, undan burungi harf t harfining harakati ham domma. Demak, ikkita domma ketma-ket kelganligi uchun u ikkita bo'lyapti. Biz undan keyin ham bitta v ni qo'shib qo'yamiz. Va v ni talaffuzi uga o'xshab ketadi. Qudratuhu. Biz haligida aytganimizdek, mana bu yerga bir dona domma qo'shib qo'ygandek go'yoki, mana bunday. Domma qo'shib qo'ygandek bo'ladi. Hop. Hukmuhu, qudratuhu. Bu yozuvda yozilmaydi, faqatgina talaffuzda ishlatiladi. Bo'lmasam boshladik. Hukmuhu, qudratuhu, maluhu, amruhu, ilmuhu, makruhu, amaluhu, makhrajuhu, wajhuhu, kalamuhu, salamuhu, qawa'iduhu, maskanuhu, dawlatuhu, jawharuhu, babuhu, mulkuhu, shukruhu, baytuhu, shakluhu, qalbuhu, madrasatuhu, makhzanuhu. Keyingisi talaffuzda so'zlarga ya harfining qo'shilishi. Bu joyda h harfi so'zning oxirida va harakati kasralik bo'lsa, undan oldingi harfning harakati ham kasra bo'lsa, bu joyda biz talaffuzda y qo'shib o'qiymiz. Bihi yoziladi, lekin o'qilishi mana bunday bo'ladi. Bihi deb o'qiymiz. Bi amrihi, bi qudratihi, hazihi, bi hukmihi, bi amalihi, bi kalamihi, ببيته بحلاله في مكتبته من مدرسته بأمواله بأحواله
ala maktabatihi. Bu joyda ala maktabihi, bi ghurfatihi, bi mistaratihi, bi lisanihi, bi qadamihi, ma'a shajaratihi. Bugun sizlar bilan so'zlarga talaffuzda vav harfi va ya harfini qo'shilishini o'tdik. Bizga bu harflarni qanday qo'shiladi, nima uchun qo'shiladi, bular haqida batafsil ma'lumot berasiz va o'qigani sizlarga material tashlaymiz. Uni bizga o'qib, audio variantini tashlashingiz kerak bo'ladi. Va qanday savol bo'lsa, savollarni ham bemalol yo'llasangiz, biz unga javob beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.